Hürmetli vatandaşlar, biz başlık 4 parçalık siyade Xitay, Xoşicin ve onun geziti Xançu Şibao, şundaqla Amerika Avaz Radyosu'nun muhbiri Anhua, Xitay yallanma muhbiri Anhua qatarlıqlar. Şundaqla başka torbettirdi ilan kılıngan, lekin bir mazmundaki xabarni, mesela bu xabarning mazmuni Sharq Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı var ekan. Bu teşkilat Afganistan'da, Tacikistan chegaralarida ve Jungo chegaralariga yaqin joyda faoliyat qiladi ekan. Amerika armiyasining B-52 belgilik bombardimanchi aeroplani bular bularning mashq lagerini bombardiman qildi. Demak, Sharq Turkiston İslam Hareketi Partiyasiga zarba berdi degan xabarni ko'rib o'tdik. Amerika Qo'shma Shtatlarining B-52 harbiy bombardimanchi aeroplanining baqatam Afg'onistonda ilib borgan bombardiman qilish harakati yaqinda Afg'onistonning Kabul shahrida bir katta mehmonxonaga Talibanlar hujum qilib, bu yerda bir qancha Amerika ofitser askarlarini zaxmlandirdi yoki hayotidan ayirdi. Belki Amerika Qo'shma Shtatlarining bu harakati shuning qartilgan harbiy harakat bo'lishi kerak. Ikkinchi, endi bu yerda Afg'onistonda hozir faoliyat qilayotgan Uyg'ur qurolliqlari bor desa, buning ne afsona ekanligiga, ne cho'chak ekanligiga mening faqat ishongim yo'q. Bu to'g'rida hech qanday bir Uyg'urning og'zida yoki boshqa bir matbuot sohasidagi ma'lumotlarmi bu yerda Uyg'urning qurolliq askarlari bor degan gapni anglab boqmadik vatandosh. Herkes anglab boqmadi. Endi yaqindan beri sizlarga ma'lum, Amerikada g'arb matbuotlari, bo'lib Amerika matbuotlari orqa-orqadan Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida xabarlar e'lon qilishdi. Masalan, Amerika Birlashma Agentligi, Amerika Qo'shma Shtatlarida nashr qilingan Wall ko'chasi gazeti, shundaqla Osiyo xabarlari, Amerika Qo'shma Shtatlarining New York Vaqt gazeti bu yaqinda e'lon qildi bir parcha maqola Uyg'urlarning hozirgi ahvoli to'g'risida. Onu boshqa matbuotlarni sizlarga yetkazmadi. Men yetkazishga mening vaqtim yetmadi. Mushu matbuotlar o'tgan yil 12-oy yoki 11-oyda 10-oylardan boshlab qayta orqa-orqadan xabarlar e'lon qilishga boshladi. Masalan, Uyg'uriston yoki Shinjong hozir işte uchoq turmaga aylandi. Yig'ib olish lageriga aylandi. Jazolash lageriga aylandi. 2 yoshlik, 3 yoshlik bolalar qish qaro sovuqda ko'chalarga tashlanib qoldi. Ota-onasini nazarbandga oldi. So'loqxonalarga soladi, nazarband qildi. Yig'ib olish lageri amaliyot tarbiyalash o'rniga quruq gap deganda xabarlarning hammasini bo'lib Amerika matbuotlari, g'arb matbuotlari orqa-orqadan xabar qildi. Sizlar bu xabarlardan Aqshan radio orqali xabaringlar bor, to'rbetlarda xabaringlar bor. Biz shunday savol qo'yib boqaylikki, biz boshda aytdik, Xitoy yolg'onchiligi to'g'risida Wang Yi bilan bayonotchi Hua Chunyun har kuni yolg'on so'zlaydi, har kuni o'yin qo'ydi. Buning rol elishini butun dunyo har kuni masxara qiladi degan shunday bir epigrafni boshda men sizlarga o'qib berdim. Men bu xabarning yolg'on ekanligiga paketim shukanki, birinchidan alayli Sharq Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı haqiqatan Xitoy har kuni davron qilg'idak, har kuni ko'tarib bu to'g'ri tashviqot tarqatqidak ahvolda 2002-yili 8-oyning 26-kuni u demiş shu atrofda Amerika Qo'shma Shtatlarining shu vaqtdagi prezidenti, sobiq prezident George W. Bush Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga tizimlatgan. Bu vaqtda Qirg'iziston qo'llagan 2 davlat. Boshqa davlatlar bu to'g'rida ifoda bildirgan emas. Bugun Angliyani qo'shib olibdi Xitoy. Endi Reuters agentligi shundoq deydi rost yolg'onni bilmaymiz. Mayli, rost bo'lsinmi deyli, bu nuqtada shuning diqqat qilinki, bu bir siyosat. Siyosat deb tushuning efendim. Siyosat degan shundoq o'zgarib turadigan narsa.
Andan keyin o'zining maqsadiga yetganda muassillarni almashtirib turadigan narsa. Mayli bu voqea shunday yuz bergan deyli, mayli biz buni yolg'on deyli. Hozir Xitoy nemishqa dal mushu vaqtda avval Xitoy matbuotlari masalan Xuanzhou, anandagi Amerika ovozi radiosining Xitoy til programmasining muxbiri Anhua deganlar buni ko'tarib chiqdi vatandoshlar. Buni ko'tarib chiqdi. Biz hammani ko'rib turyapmiz, hammaga shohid bo'lyapmiz. Biz bunday xabarning yolg'on bo'lishini umid qilamiz. Masalan, Amerika armiyasi Uyg'urga munosabatli tashkilotlarni bostiribdi, bombardimon qilibdi desa, biz buning rost bo'lishini xohlamaymiz, yolg'on bo'lishini xohlaymiz. Chunki biz bir mazlum millat. Hozirgi kunda Uyg'urlar boturligini ko'rsata oladigan maydonmi yo'q. Hozirgi kunda Uyg'urlar dardini ayta oladigan bir haqiqat sorni va maydonmi yo'q. Hozirgi kunda Uyg'urlar faqat mazlum, o'zining kuchidan ayrilgan, hammadan ayrilgan, faqat o'zining ro'yi pildirlab turgan ko'zi orqali o'zining ro'yi dunyosida psixologik ro'yi alomatlari orqali zamonning o'zgarishi tashnalik bilan kutayotgan millatdir. Bu millatning hozirgi ahvoli tutgan o'rni ashana shunday turgan millatdir. Hozir Xitoy hukumati hozirgacha g'arb dunyosiga popuzi ishiltib baxtdi, dollar xajlab baxtdi, yoki birlashib zo'ravonlar qarshi turibizmi deb baxtdi, yoki Uyg'urlarning qaysi bir tashkiloti zo'ravon tashkilot deb e'lon qilsanmi deb baxtdi. Masalan, sobiq prezident bosh hukumati bu shunday e'lon qildi. E'lon qilgan vaqtda shu vaqtda prezident bosh hukumati bu tashkilotni, ya'ni Sharq Turkiston İslam Merkez Teşkilatı'nın bar yok ekanligi jazm qildimi yo'q. Men shaxsan o'zim hozirgacha buni anglab boqmadim. Ba'zilarga po'chilik bilan nochilikda o'ziga kasb qilib olgan odamlar balki men tashkilotning a'zosiman deb yurgan bo'lishi mumkin. Lekin men va mening atrofimdagi Uyg'urlar hozirgacha shunday bir tashkilotning bor yo'q ekanligini bilmaymiz. Hozir gap nemishqa Xitoy g'arb matbuotlari, Amerika Qo'shma Shtatlarini markaz qilgan holdagi g'arb matbuotlari Uyg'urlarning yaqinqi ahvoli to'g'risida orqa-orqadan xabarlarni tarqatganlar. Masalan, Amerika Birlashma Agentligining muxbiri Geri Sheyxmi dal shunday maqoladan birini yozdi. 3 parcha maqola. Uyg'urlar nemishqa Suriyaga berib qoldi. Nemish Suriyada kishilarga aralashdi. Lekin Geri Sheyx hech qachon Uyg'urlar ISIS'a yoki islom davlatiga qatnashdi degan gapni qilmadi. Suriyada urush qatnashdi. Demak, bir adolat yo'li bor. Ish qildi degan ma'noda so'z. O'zi shunga majbur bo'ldi. Xitoy majburli shu yerga bordi. Demak, Amerika Birlashma Agentligi, Amerika Wall Street gazeti, Amerika New York Vaqt gazeti, yana boshqa matbuotlar mushunda xabarlarni tarqatganda Xitoy o'zini qayerga qo'yishni bilmadi vatandosh. Endi buning bir javob berish kerak. Nima deyish kerak? Men unda qilmadim desa dunyo ishonmaydi. Paket desa boshda aytdi, Xitoyning paketi yolg'on paketdan boshqa narsa emas. Men bu millatga g'amxo'rlik qilyapman desa oqmaydi. Hozir dunyo sening qilyotganing Uyg'urni bosish o'ning kayinda g'amxo'rlik qilib oqmaydi. Bu gaplarning oqmaydi. Shunga bu yerda bir yo'l nima qilish kerak? Bu yerda bir yo'l Uyg'urlarning ro'yi, psixik alaydiligi bo'yicha hozirgi zamonda faqat bir Xudoga sig'inish, yana bir zamon o'zgirgi sig'inish, zamon o'zgirgi sig'inish bilan tug'an buni oraliqda ko'rdingmi? Mana Amerika Qo'shma Shtatlar degancha biz bilan birlashib Sharq Turkiston Islom Markaz tashkilotini yo'qotdi deyman. Shinhua Xitoyning Xo'shijinning gazeti, Fanchi Shibao gazeti mushu maqolani e'lon qilgan kuni, hatto Amerika ovozlik Anhua degan Xitoy muxbirining e'lon qilishi bilan e'lon qilgan mushu maqolani Xitoy darhol tarjima qilib Xinjiang gazeti, Urumchi Kashtik gazetlarida xabar qildi. Bu orqali Xitoy ko'chmanlarining ro'yiga malham tayyorlaydi, madad tayyorlaydi. Uyg'ur xalqining ro'yi psixologik azoblari ustiga azob elgi. Chunki Uyg'ur hozir zamon o'zgarishi istigida va tamasida va mushundaq tashnalik bilan yashayotgan bir millat.
Demek sen şunday qildi. Mesela deyli, eğer Amerika Qo'shma Shtatlari sen bilen birleşip Uyg'ur qurolliqlarga zarb berdi desangmi, qani bu qurolliqlar? Uyg'ur qurolliqlarini ko'rsatsanchi. Pokiston ko'rsatsanchi Uyg'ur qurolliqlarini. Bunga hayron qoladigan hech qanday ish yo'q. Bir millatning ichida qurolliq harakatmi bo'ladi, tinch yo'l bilan hal qilish harakatim bo'ladi. Bu yerda kesib bergan kesib, pichib bergan pichim yo'q. Dünya tarixi shu. Mesela Uyg'urlar 3 qitim cumhuriyet kurdu. Bu kurgan cumhuriyette qurolliq inqilab bilan kurdu Uyg'urlar. Qaysini qurolsiz kurdu, qurolliq inqilab bilan kurdu. Hozirgi dunyoda qurolliq inqilobga qarshi, zo'ravonlikqa qarshi masalalarni tinch yo'l bilan hal qilish bugungi dunyoda demokratik davlatlarning tashqi siyosadagi bir belgilik şuar yoki bir belgilik siyoset ekan. Hozir tashqi dunyoda yashayotgan Uyg'urlarmi bu siyosatning ramkasidan qochib chiqolmaydi, bo'lib chiqolmaydi. Çünkü belgelengen siyaset, bu xalqaro siyaset. Uyg'urlar mushu doirada harakat qildi. Sen nemish Uyg'urlar yana qurolliq qo'shin to'pladi, qurolliq aksiya inqilobi harakat qildi, qurolliq islom harakati qildi, o'qildi. Endi buni men 3 yil kuch deyman. Xalqaro jamiyat buni zo'ravon kuch deb e'lon qilish kerak. Yaman avaro bo'lib ketdi Jungo hukumati. Bek avaro bo'lib ketdi hozirgacha. Lekin xalqaro jamiyatda bir kishi yoki bugungacha men hozir 21 yil oldu Amerikada yashayapman. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat majlisi, yana tashqi ishlar ministrligi Uyg'urning qaysi gruppasi shuna qurolliq harakat qildi, shu bunda tashkilot degan emas. Biroq prezident Bush, sobiq prezident Bush shundoq dedi. U vaqtgi vaziyatdan aytganda Afg'oniston va Iroqqa jazo yurishi qilish, mesela şu vaqtki zo'ravon harakatlarni tugutish, Afg'onistonda ba'zi tashkilotni tugutish, Saddamning zo'ravon hokimiyatini ag'dirishdan iborat shunday xalqaro zo'r ishlarga tutunganda balki Jungoning qo'lga keltirish uchun deb qo'ygan bir ish. Lekin shuningdan Xitoy foydalanib, toki shu kundan boshlab 2002-yil 8-oyning 23-kunidan boshlab hozirgacha Prezident Bush hükümetinin, sabah Prezident Bush hükümetinin şu siyaset beyle hazır, Xitay hazırgacha Uyg'urlarni bastırıp geldi. Endi bugün yani şu isimni, yani şu işni, yani şu isim yani Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı isimni ko'tarib chiqib, bugün Amerika armiyasi bombaladı deyish orqali dunyoga hele g'arb matbuotlari so'zlayotgan Uyg'urga istoshlik qilgan, Uyg'urga kuyungan, Uyg'urga işini ağrıtkan, ya Uygur'dan hazırlıkı haltını bütün dünyaya körüsüvatkan matbuatlarga karma karşı. O matbuatların fikriga karma karşı bu haberi götürüp çıktı. Hiç de demeymez. Eğer şuna kurallık teşkilat bulunduğun bolsa, Jungo'nun içki işlerine tehdit saldıgan bolsa, onu Afganistan'da Amerika hükümeti bir taraf kıldıgan bolsa kollayımız. Bunun karıştırmayımız. Çünkü biz başta ayttık. Dünya hazır tinch yoluyla hal qilishga yo'lga mangan ekan, biz mi shu yo'ldan mangamiz? Dalay Lama 58 yil mangdi tinch yo'lda hal qilamiz dedi. Lekin hozirgi turibdi. Endi ish mishaga yetganda Xitoy zo'ravon, Uyg'urni zo'ravonga aylantirib yetmoqchi bo'lgan maqsading zodi nima? Sen o maqsading yetib qolding, yetib bo'lding. Masalan, hozir Uyg'uriston mustamlakasi